Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Xabarlaring bo'lsa, mana bundan oldin bir video chiqarganmiz. Ya'ni Alfa Agro firmasini Borza, Etalon, Grazon nomli pomidorlarni yaxshi, chiroyli qilib yetishtirgan dehqonlarga mukofotlarimiz bor degandik. Videoni chiqardik. O'sha videoda Damg'aralik Zuhriddin, Andijondan G'ulom aka, Avazbek hamda buxorolik bir yigitni videolarini qo'yganmiz. Iltimos qilganmiz sizlardan ovoz beringlar. Biz qiynalyapmiz. Mana shu dehqonlarni yaxshisini o'zlaring tanlab beringlar. Kommentariyalarga qarab biz shuni hisobini qilaylik hamda sovrinlarni vaqtida topshiraylik dedik. Biz kommentariyalarni kuzatdik. Rahmat. Juda ko'pchilik yozgan. O'sha kommentariyalarga tayanib hisob kitobini oldik hamda mana shu daftarimizga, bloknotimizga ko'chirib bugun xudo xohlasa shu musobaqada g'olib bo'lganlarni tabriklash uchun yo'lga chiqdik va biz hozir Farg'ona viloyatining Dang'ara tumaniga keldik. Bu yerda juda ko'pchilik taniydi, gapirishda uzoqdan gapirishda hojat yo'q. Zuhriddin ukamiz. Zuhriddin ukamizdan boshladik, chunki hozir Qo'qondan Andijonga qarab ketamiz. Endi ozgina o'rinlar haqida mana shu YouTube kanalimizdan kommentariyadan ko'chirganmiz. Ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Qarang. 2026-yil 07/22 holatiga biz to'xtatdik. To'xtatib turib hisob kitobni qildik. 279 ta kommentariy yozilgan. Shulardan 29 ta odam betaraf, yo u g'olib demagan, yo bu g'olib demagan, o'zini boshqacha fikrlarini bildirgan. Buxoro viloyatdan qo'yilgan videomiz 4-o'rinda oldi. Bitta muxlisimiz, bir donagina muxlisimiz shunga yozib qo'yibdi. G'ulom aka Andijondan 3-o'rinda oldi. Bunga ikkita muxlisimiz G'ulom akaniki yaxshi deb yozgan ekan. Xo'p, ikkinchi o'rin yana andijonlik Avazbekka bo'ldi. Avazbekka xo'p, andijonlik Avazbek ikkinchi o'rinda 122 ta odam Avazbekni qo'llab-quvvatlagan, qilgan ishiga yaxshi baho berib, 122 ta odam Avazbekka ovoz bergan. Oxirgisi birinchi o'rin mana xonadonimiz Zuhriddin ukamiz 125 ta odam Zuhriddinki yaxshi deb baholagan. Xullas, buni firma rahbari Sardorbek emas yoki biz emas, xalq tanladi bu g'oliblarni. Shuning uchun mana hozir Dang'ara tumanidamiz. Zuhriddin ukamizga keldik. Zuhriddin ukamiz bilan hozir salomlashamiz-da, sovg'alarimizni topshiramiz. Assalomu alaykum Zuhriddin. Assalomu alaykum. Sog'misiz, omonmisiz? Hurmatli teletomoshabinlar, mana sizlar o'zlaring 125 ta odam tasdiqlagansizlar, ko'chati yaxshi bo'ldi deb. Shu bilan mana Zuhriddin birinchi o'rinni oldi. Biz Zuhriddinga keldik. Uka, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga Sog' omonmisiz? Mana Zuhriddin tinib tinchimas bola. Hozir tomorqalari mana chiroyli qilib haydalgan. Bir dona ham kessi yo'q, juda chiroyli qilib qo'yibdi. Zuhriddin nima ekansiz desam, mana Zuhriddin xudo xohlasa mana shu 3-4 kun ichida qilich qalampirlarni ko'chatini chiroyli qilib qo'yibdi. Qilich qalampir qadamoqchi, to'g'rimi aka? Shunday. O'tgan yili bu tomonimiz 10 sotik-a? 10 sotik. Bu yangi necha bo'ldi? 7 sotik. 17 sotikka bu yil hammasiga qilich qalampir qadamoqchisiz. Shunday. Gap yo'q ekan. Endi haligi juda ko'p dehqonlar so'rab turadi, keyin negativlar ham bo'lib qoladi. Bo'lmagan narsa qilich qalampir, narxi palon piston deb. Siz o'tgan yil 10 sotikka ekkan bo'lsangiz, bu yil 17 sotikka ekyapsiz. Demak, narx-navosi Qo'qonda ish yaxshi bo'lgan. Shu talab bo'lgani uchun ekyapmiz. Talab bo'lgani uchun ekyapsiz. Rahmat. Endi biz siqqa qolib ketmaylik uka. Hozir Andijon tomonlarga ham borishimiz kerak. Hozir mana shu Alfa Agro firmasini vakili Mohirbek ukamizni chaqiramiz. Sizga mana shu qo'lidagi so'mkani ichida 7 million so'mlik bo'lgan pul mukofotlarimiz va boshqa narsalar bor. Shularni qabul qilib olasiz. Rahmat. Mohirbek, Assalomu alaykum. Siz baxtiyor egasiz. Mohirbek, o'zingizsiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Mukofotlar bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Mana kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Rahbariyatimiz tomonidan sizga Berilgan sovg'a. berilgan sovg'alar. Rahmat. Dehqonchiligingizga Alloh barakasi bersin va bundanda yaxshi marralarga erishib qolishingizni tilab qolamiz aka. Hammalaringga avvalo e'tibor uchun kattakon rahmat. Alfa Agro rahbariyatiga ham, ishchilarga ham, qo'yganlarga ham. Qolaversa bizda shu
kommentariylar yozib, qo'llab-quvvatlagan dehqonlarga ham rahmat aytaman. Ishlaringiz barakatini bersin. Rahmat. Sog' bo'ling Zuhriddin. Endi mana sovg'alarni oldingiz. Mana bu qilich qalampirlarga ham yana ham ahamiyatli bo'lib chiroyli qaravering. Sardorbekni ag'dan bag'dan o'tamiz. Yana bilan hisobga tashlab ketamiz uka. Ha, mayli, rahmat. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang. Ishlaringiz omad bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Mana biz hozir Qo'qon tomondan Andijonga yetib keldik. Andijonda ko'rgan bo'lsalaring, Avazbek ukamizni xonadonidamiz. O'sha sovg'alar topshirgani taqdirlash uchun keldik. Hozir Avazbekni o'zini chaqiramiz. Avazbek, qani kelingchi. Assalomu alaykum. Assalomu Sog'lig'ingiz alaykum. yaxshimi Keling, aka? baxti Charchamay, barakasi. dehqonchilar bilan ta'minotlar tugatdingiz. Bodringlar ekib qo'ydingiz. Charchab qolmayapsizmi issiqlarda? Endi olyapmiz u. Gap yo'q aka, gap yo'q aka. Mana o'sha musobaqani tashkil qilganmiz. Endi hozir bitta-bitta yurib turib, sovrinlarimizni topshirib qo'yaylik deb keldik. Vaqtimiz juda tig'iz, chunki yana boradigan joylarimiz bor. O'shaning uchun gapni juda cho'zmasdan sovg'amizni sizga topshirishimiz kerak. Alfa Agro firmasidan vakilimiz Mohirbekni chaqiraman. Assalomu alaykum. Mohirbek, charchamayapsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalaysiz? Xudo xohlasa, mana shu sumkamizning ichida sizga atalgan sovrinlar bor. Yaxshilik kunlaringizga buyursin. Mohirbek, mana akangizga topshirasiz. Mana Avazbek aka, xudo xohlasa yaxshi kunlaringizga ishlating. Aka, arzimasa ham firmamiz rahbariyati tomonidan atalgan sovrin sizga o'sha ikkinchi o'rin nasib qildi. O'zim ovoz berish jarayonida va bu juda yaxshi natija. Biz ko'rganmiz va bir necha bor videolar tayyorladik bu joydan. Xudo xohlasa sizga yana bundan yaxshi marralarga erishishi va bundanda ko'proq va yaxshi hosillarga erishishni tilab qolamiz aka. Dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Avazbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Xo'p, sog' bo'ling. Hurmatli bobo dehqonlar, mana yana Andijondamiz biz. Bitta 3-o'rin sohibi akamiz G'ulom akanikidamiz. O'sha etalon bo'rza navlarini ekkan. G'ulom akam o'sha kommentariyalarga xos ravishda 3-o'rinni egallagan. Sovg'alar topshirgani keldik. G'ulomjon aka, keling endi aka. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamang. Rahmat. Allohga shukr. Aka, mana Alfa Agro firmasini shu etalon bo'rza navlarini ekkansiz, kelib video qilganmiz. Bu videoni xalqni nimasiga tashladik. Dangarali Zuhriddin 1-o'rinni oldi. Mana u yonlaringda qo'shningiz bor ekan, Avazbek 2-o'rinni oldi. Siz 3-o'rinni oldingiz. Shu bilan bu yilgi nimamizni yakunladik. Shunga Alfa Agro firmasidan vakil Mohirbek ukamiz sizga mana sovg'alarni topshiradi aka. Alaykum assalom aka, xush kelibsizlar. Arzimasa ham shu sovg'amizni qabul qilasiz. 3-o'rin nasib qildi. Xudo xohlasa keyingi yillarda bundan ham ko'proq martabalar va ko'proq hosillar tilab qolamiz aka sizga. Aka, omadingizni bersin. Keyingi yillarga ham mana shu Alfa Agro firmasidan o'g'illarga keladigan bo'lsangiz, telefon qiling. Erinmay kelamiz. Mana hozir ham 150 kilometr yo'lni bosib kelyapmiz. Endi bizga ruxsat berasiz, yana o'tadigan joylar bor. Rahmat, Alloh rozi Xo'p bo'lsin. aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.